Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xayrli kun hammalaring. Dima Qayumda tirigi. Do'stlar, men bir ajoyib go'zal maskanga kelganman. Gullar shahri Namangani bir tumaniga. Mana shu narsaga, mana shu ko'chatga voschiligim bor va men u joyda topdim dedi-yu. Qani kim biladi bu qanday meva? Ko'ringlar. Kim biladi? Bilganlar like yu bossin, aytib yuborsin kommentda. Do'stlar, men u joyda topdim, xursandchiligim beqiyos. Har xil yo'nalishlarida ko'rdim, lekin bunaqasini topa olmadim. Mana qarang, namanganlik dehqonlarimiz qanchalik mirishkor. Ham ko'chatdan daromad qilyapti, ham mevasidan. Buni oti nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Chernika. Ha? Golubika, Chernika emas, Golubika. Do'stlar, mana Golubikani bog'iga keldim, o'rmoniga desa ham bo'ladi. O'zi vodiy xalqini bekorga aytishmagan. Toshda gul ustiradi. Mana qarang, hammasida meva bor. Juda ham ko'p shig'il mevalar bor. Men ham 4 xilidan oldim do'stlar. Bir 6 dona ko'chat oldim. Men ham ishqibozchilikka, juda ishqiboz edim mana shunaqa ko'chatlarga. Tanish bilish qilib arzonroq qilib berishdi. Namanganlik do'stlarimiz salomat bo'lsin. Juda ham bepoyon. Juda ham bepoyon. Yo'l yo'riqlarini o'rgatishdi. Endi yana ham bir yo'l yo'rig'ini internetda mutaxassislardan yana ham bir bilib olamiz. Qaranglar go'zalligini, mevasini ko'pligini qarang. Bu aka, bu necha yillik ko'chatlar? Bular 5 yillik. 5 yillik ko'chat mana. Tuvakka necha yil turadi? Endi gapirmayman deyishyapti kameraga. Necha yil turadi tuvayda? 10 yil turadi. 10 yil turadi tuvayda. Qoyil. Mana akamiz gapirinsam yo'q, men gapirmayman deyishyapti. 10 yilgacha tuvayda turar ekan. Salqin sevar bu. Salqin sevar. Baqa kengenda bir og'iz ko'pchilikka ibrat bo'ladi. Akamenta turibsiz, mutaxassis gapirib bering. Bular issiqqa Chidamsiz? chidamsiz. Salqinga qori tagida ham turaveradi. Qayer necha xili bor? Bizda hozir 7 xili bor. 7 xili. 7 xili bor. Qori tagida ham turaveradi. Issiqqa prosta. Navlarini nomini aytib bering. Nomlari O'nil, Blue Crop, Blue Gold, Top Shelf, Sweetheart, tak. Mayli, bo'ladi. Demak, ko'p xillari bor. Aka, ko'pchilikka qiziqda ular sotiladi, sotiladigan ham bor, zakaz qiladi, o'zingiz ekib berasiz, olib ketiladi. Narxlari nech puldan nech pulgacha aka? Endi holiga qarab aniq-u. Holiga qarab, mana qora tuvayda bo'lsa, misol. Misol, endi bu boshqami andaqa bu. Prosta mashaka tuvayda bo'lsa 160 ming. 160 ming. Bu yoqda bo'lsa mana 180 ming. Bu yoqda 260 ming mana. Demak, kattalashgan sari qimmatlashib ketaveradi. Eng qimmati bularni nech pul dedingiz? 260 ming bu kattalari. Bu kattalari. Yo'q. Nimasi u nari? Nari, bu sotilmaydi. Yo'q. Bu o'zlaringniki. 260 ming. Yaxshi do'stlar, endi bir tavakkal qilib ham ko'rish kerak. Albatta agrotexnikasini yaxshi qilsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Soya salqin joylarimiz bor, o'sha yerga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, mana kelinglar, tayyor akamizga reklama ham. Manzil qayerda? Manzil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani, Qayqi qishlog'i. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'i. Qayqi. Bahriddin Asror degan akamizni katta akamizni qishloqlari, Bahriddin aka qishlog'ingizga kelibmiz, mana do'stlarimizni. Aytdim-a? Zo'r. Qayqiliklar o'zi qulpinachilikka ham zo'r, shundaymi? Yo'lda ko'rdim-da, mana juda qulpinay serob. Do'stlar, mana qoyil qolish kerak, Odilxon qalay, yoqdimi? Zo'r, Kelinglar. Qoyillik, dehqonga rahmat, qara shunchalik yetishtirgan. Aka, mana shular baqa keling, qancha meva qilyapti bittasi? Bittasi necha kilo, qancha gram yoki kilo? O'rta hisobda. Bir yil xudo xolasa mana shulardan 2,5 kilo. 2,5 kilo bittasidan. Bu yerda nechta tub bor? 3000 tub.
Qoyil, qoyil barakasini bersin. 3000 tub mana tag'da ham bor. 3000 tub. Ha, jami 3000 tub bor ekan golubika mana do'stlar. 3000 tub golubika. Biz hali adat borda. Genimizga singib ketgan birovning pulini hisoblash. Kilosi necha puldan sotildi aka? Ha, o'tgan yili 1 tonna 300 meva olgan bo'lsak, o'zimizni Toshkentda 220 mingdan optim narxda sotdik. Kilosini. Kilosini. Qoyil. Do'stlar mana 1 tonna o'tgan yili yangi yosh edi unda, ozgina bo'lsa. Bu yilgi rejalar qancha endi? Bu yilgi rejalar xudo xohlasa bir 3 tonnada o'tish. 3 tonna. Demak, 3 tonna 3000 tadan, 200 mingdan bo'lganda. Xudo barakasini bersin aka. 10000 tonna bo'lsin. Mana shularni rivojlantirish kerak shunaqa bizneslarni. Aka, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Oxiri gapirtirdim. Do'stlar, mana kelinglar mana shunaqa joylarga, qiziq bir yo'nalishlardagi bizneslar bor. Endi hamma o'zicha bir narsalar bizneslar qilyapti-yu. Baribir ham yashillik, ham uyda ikkita uchta bo'lsa ham bolalar edi, mazali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Namangan viloyati Qayqi Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'i. Sog' bo'linglar.